Bir yigit umr bo'yi o'ziga har tomonlama mukammal aybsiz yor qidiribdi. Yoshlik yillari o'tib, ancha keksayib qolganda do'stlari undan so'rashibdi. Butun dunyoni kezding. Nahotki biror marta bo'lsa ham o'zingga munosib mukammal ayolni uchratmading? Keksayib qolgan yigit chuqur xo'rsinib javob beribdi. Uchratishga-ku uchratdim. Hatto o'zim xohlagandek bir mukammal ayolni topdim. Xo'sh, unda nima uchun unga uylanmading deb so'rashibdi. Shunda chuqur xo'rsingancha, afsuski u ham o'ziga mukammal erkakni qidirayotgan ekan deb javob bergan ekan. Xulosa, baxtli oila bu mukammal insonlar bir-birini topishi emas. Baxtli oila bu ikki nomukammal insonlar barcha kamchiliklarini sevgi ila kechirimli bo'lib bir-birini to'ldirib yashashdir.